Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiya dese de Hacı Roza, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islaha 2020 yıl 4. ayının 26. günü. Haftaga yakshanba, hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetten aytqanda, belki sizlerge hoş haber men şundaq deyişke haqlıqman. Çünkü bu yolda, bu ideologiyalik frontda armay talmay güreş qilib keldim ahırgıça. Belki menin kütken ümidimle özemki işe açtı dep oylayman vatandaş. Tünügen 4. ayının 25. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin birleşme bayonot e'lon qildi. Bayonotning umumiy mazmuni 21. asrdagi dunyoviy xrislonga o'rtaq qarshi taqobil turish. 21. asrdagi o'rtaq xrislonga taqobil turish, birlikda qarshi turish uchun ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni cho'rib tashlab o'tish, hamkorlashish. Mana bu hoş haberini bugün hem vaziyet tarixisida, hem hoş haber şeklinde vatandaşlara yetkazdim. Endi kalganları tövende sözleyimiz, hürmetli vatandaşlar. Endi bugün hazır Xitay payda kılgan virus aptının dünyavi ahvalımında Jokonlarla 2.908.527 nefer dünya boyunca kesal yoki virus apti bilan vafot bo'lganlar 203.332 nefer. Amerika Qo'shma Shtatlarida jo'qinlanganlar 939.249 nefer. Kesel virus apti bilan vafot bo'lganlar 53.934 nefer. Dünyani saqla Allah, Amerika xalqini saqla Allah, Uyg'ur xalqini o'z panohida saqla Allah. Bugün sizlerge sözleydiğen leksiya hürmetli vatandaş. Ben sizlerine bu leksiya dikkat ile anlaydı dep şimdi ben bu leksiyani sizlerine dikkat bilen anlaşılmağı müracaat kılman hürmetli vatandaşları. Aksaray Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin birleşme bayonot e'lon qilib, ixtiloflarni cho'rib tashlab o'tib, hamkorlashishni kuchaytiradigan bo'ldi. Mavzuli xabar 4. ayning 26. günü Jungoga nazar torbetida ve Amerika ovozining Xitoy til torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. 4. ayning 25. günü yani shanba günü Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin birleşme bayonot e'lon qilib, 1945 yıl 2. Dünya urushi mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan sobiq Sovetlar armiyasining Elba daryosi bo'yida Körük'te uçraşkanlığının 75 yıllıgını tebrikledi. Bayanatta mundaq görüstüldü. Elba deryası ruhi. İşte devletinin yani Amerika Qo'shma Shtatları bilan Rossiya Federatsiyasi işte devletinin ixtiloflarni cho'rib tashlab o'tib, o'zaro ishonch turg'izib, özara hemkarlışının ölgüsüdür. Bayanatta yarımında görüstüldü. Biz bugün tirişçallık görüstüp,
21-ci əsrdəki ən ciddi xrislağa taqabül turduğan bir paytda. Biz bugün barlıq faşizmni məğlub qilish üçün ortaq kurash qilgan kishilar ifodalagan boturlikqa va jasorat, g'ayratga hurmat bildiramiz. Ularning boturona harakatlari abadiy unutilmaydi. Birlashma bayonotning to'liq tarjima teksti tuandikcha. Bayonot va e'lon qilish. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump va Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin birlashma bayonot e'lon qilib, ikki davlat armiyasining Elba daryosi bo'yida uchrashishning 75 yilligini tabrikladi. Tashqi siyosat 2020-yil 4-oyning 25-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan sobiq Sovetlar armiyasining Elba daryosi ko'rigining ustida uchrashganligiga 75 yil to'lgan kunda. Shu vaqtda ikki davlat armiyasi qo'l siqishib bir-biriga salom berishgan edi. Bu vaqa natsistlar hokimiyatining hal qilg'ich darajada mag'lub bo'lganligini ko'rsatib bergan. Elba daryosi 1942-yil e'lon qilingan Birlashgan Davlatlar Xitobnomasi ramkasi ichida Birlashgan nurg'un davlatlar va xalqlarning buyuk tirishchanligining natijasidir. Birlashgan Davlatlar hozirgi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti emasmi? Biz millionlagan o'g'il-qizlarning orqasab xizmatida ko'rsatgan tuhfalarni e'tirof qilamiz. Ular dunyoning har qaysi joylarida ishlatish uchun nurg'unlagan moddiy lavozimliklar bilan ta'minladi. Ishchilar va yasog'uvchi savdogarlar ittifoqdosh armiyaga kerak bo'lgan qurollarni, saymonlarni yetkazib berishda halqiliq rol o'ynadi. Elba daryosi ro'yi biz har qaysi davlatlarning o'rtasidagi ixtiloflarni ko'rib o'tib, o'zaro ishonch turg'izib, hamkorlashib, teximizor g'oyibona ishlarga izlanishimizning misolidir. Biz bugun 21-asrning eng jiddiy xirislariga taqabül turayotgan chog'imizda, diqqat vatandosh. Biz bugun 21-asrning eng jiddiy xirislariga taqabül turayotgan chog'imizda biz faşizmni mag'lub qilish uchun o'rtaq kurash qilib, jasorat, g'ayrati va boturligini ko'rsatgan barliq kishilarga hurmat bildiramiz. Ularning boturligi, haddi harakati abadiy unutilmaydi. Muborak bo'lsin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandi dal mushu paytda eg'ir kunlarda vaba virus elib kelayotgan ofatga taqabül turadigan eg'ir kunlarda siz prezident Vladimir Putin va Rossiya Federatsiyasi bilan bo'lgan munosabatni tashqi siyosat ramkasi ichida yaxshiladingiz, dostona kayfiyat yaratdingiz. Sizga rahmat, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump apandi. Dal mushu kunda xuddi Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshash shundoq jafo, shundoq mushaqqatli davrlarda o'xshashlar virus ofatining dardi kulfatlarini tortayotgan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin apandi bugun siz tashqi siyosat
ve Rusya-Amerika münasebetleri tarihinin el kılgıç bir devre kirip kelgenligini görüstüp, Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyasının münasebetini yaxşılık aldığınız için sizge çin kalbimizden rahmet eytimiz. Bolupmu ay muşu günde 3 milyon Uyghur Nazarbandga elingan, 1 milyon Uyghur işkili Xitayga ötkep ketilgen muşu kunlarda, şu egri kunlarda baştan köçürüp atkan 21 milyon Uyghur halkı sizge, Prezident Trump sizge, Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin sizge çin kalbiden rahmet eytidi. Ve Yorob kilovatkan sübhini körgendek buldu bu Uygurlar. Yorob kilovatka ve yakın kelgisi de atadağın tanı körgendek buldu bu Uygurlar. Sizlerge, iki devletin prezidentleri Allah sizlerge şan şeref ve nusret ata kılsın.